Assalomu alaykum hammaga. Chorvador akalarimiz, ishqibozlarimiz akalar. Xudo xolasa ko'rib turgan obyektlar Namangan Chordog'da qurib bitkazdik. Inshaalloh ko'rib turgan obyektlar 15 ga 150 joy joylashgan 2250 kvadrat joyda qurib bitkazib berganmiz. Akalar ko'rib turgan materiallar konteyner profil, konteynerda disk emas aka, ko'ringlar. Materialimiz qalinligi akalar stenasi 4 mm qalinlikda bo'ladi. Stenasi. Baquvvatligi xudo xolasa garantiya bitta firmaga 1,5 tonna yuk osib ko'raverasiz, tekshirib olaverasiz akalar. Xudo xolasa shamolga, qoriga hammasiga garantiya bergan holatda chiroqni bitkazib berganmiz. Bizning xizmatlar O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda xizmat ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Chiroyli qilib, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitkazib beramiz inshaalloh. Assalomu alaykum hammaga. Chorvador akalarimiz, ishqibozlarimiz akalar. Xudo xolasa ko'rib turgan obyektlar Namangan Chordog'da qurib bitkazdik. Inshaalloh ko'rib turgan obyektlar 15 ga 150 joy joylashgan 2250 kvadrat joyda qurib bitkazib berganmiz. Akalar ko'rib turgan materiallar konteyner profil, konteynerda disk emas aka, ko'ringlar. Materialimiz qalinligi akalar stenasi 4 mm qalinlikda bo'ladi. Stenasi. Baquvvatligi xudo xolasa garantiya bitta firmaga 1,5 tonna yuk osib ko'raverasiz, tekshirib olaverasiz akalar. Xudo xolasa shamolga, qoriga hammasiga garantiya bergan holatda chiroqni bitkazib berganmiz. Bizning xizmatlar O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatda xizmat ko'rsatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Chiroyli qilib, xudo xolasa chiroyli ishlarni bitkazib beramiz inshaalloh.